Assalomu alaykum, aziz kanal kuzatuvchilari, talabalar, ustozlar. Demak, bugungi onlayn darsimizni boshlaymiz. Kamina Ahmedov Sarvar. Hozir 12 kishi bo'ldi qatnashuvchilar. O'zim bilan ko'payamiz. 2 daqiqa qoldi, 13 ta bo'ldi ishtirok etuvchilar. Bugun va'da qilingandek sizlar bilan bomba dars qilishimiz kerak va bu bomba darsiz sizlar uchun foydali va manfaatli bo'lishi kerak. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, hammalaringizdan iltimos izohlarda qoldiring. Ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, ekranda kitob ko'ringan bo'lsa va bugun sizlar bilan qadimgi Misr tarixini o'tamiz, ya'ni 2-bo'lim qadimgi Sharq va O'rta Osiyo, Nil vodiysi va uning aholisi. 14 kishi bo'ldik qatnashuvchilar, ko'payamiz. Bugun kamida 30 ta bo'lishimiz kerak. Kanal obunachilarimiz 222 ta bo'lgan. Ertaga 300 taga chiqarishimiz kerak. Auditoriyamiz qanchalik keng bo'lsa, dars shunchalik sifatli bo'ladi. Bizga motivatsiya keladi va bu hammamiz uchun foydali bo'ladi. Sizlardan iltimos, mana shu kanalni, Tarix Baysarvar kanalini tarix faniga qiziquvchi bo'lgan gruppalarga tarqatishda yordam berishlarini so'rayman. Mana 17 ta ishtirokchi bo'ldi, 18 ta bo'ldi. Bugun kamida 30 ta 40 ta qatnashishimiz kerak darsda. Darsni to'liq tinglash foydali. 10 minut, 15 minut tinglab chiqib ketishingiz bu siz uchun bermaydi. Demak, soat 9 bo'ldi. Biz darsni boshlaymiz. Hurmatli kuzatuvchilar. O'tgan darsda 6-sinf tarix kitobini boshidan 5 ta mavzuni, birinchi bo'limni uyga vazifa qilib bergan edim. 3 ta mavzuni tushuntirib bergan edim. Albatta buni o'qishingiz kerak, chunki yo ertaga yo ertadan keyin mana shu chatda bepul kanalimizda o'sha o'tilgan mavzular yuzasidan savol-javob qilamiz. Va qancha ko'p savol-javobga ishtirok etsangiz, dars shunchalik manfaatli bo'ladi. Hozir yana shuni rejalashtiramiz. Pullik kanalimizni tashkil qilamiz 1-2 kunda. Pullik kanalimizda har kuni dars tashkil qilamiz. Har kuni onlayn dars bo'ladi. Har kuni savol-javob bo'ladi va biz bir haftaning ichida deyarli bu kitobni tugatishimiz kerak. Yoki 1,5 haftaning ichida tugatishimiz kerak. O'rganadigan material ko'p, o'rganadigan kitoblarimiz ko'p. 21 ta bo'ldi qatnashuvchilar. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, darsni boshlaymiz. Misr, qadimgi Misr. Demak, 21 ta ishtirokchimiz. Qarang. Nima uchun Misr Nil in'omi deyilgan? Agar Nil bo'lmasa, Misr bo'lmas edi. Sababi Nil daryosi atrofidagi yashaydigan odamlar, qadimgi odamlar Nil atrofini o'zlashtirgan va bu yerda yashashgan. Buni Gerodot aytgan. Tarix otasi, tarix fanining asarining muallifi, miloddan avvalgi 5-asrda yashagan Yunon tarixchisi Gerodot aytgan. Misr Nil in'omi degan gapni Gerodot aytgan. Xo'p, Misr qayerda joylashgan? Afrikaning shimoliy sharqida joylashgan.
Bu sivilizatsiya bu. Qadimgi Sharq sivilizatsiyasi, Misr sivilizatsiyasi Nil daryosi bilan bog'liq. Nil daryosi O'rta Yer dengiziga qo'yiladi. Ana shu qo'yilish joyini, daryoni dengizga qo'yilish joyini Yunonlar delta deb ataydi. Delta deb atalish sabab, xaritaga qarasanglar, daryoning dengizga qo'yilishi uchburchak simon bo'lgan. Uchburchak simon bo'lgani uchun buni delta deyishgan. Daryoni, demak Nil daryosi O'rta Yer dengiziga qo'yiladi. Yunonlar bu joyni delta deb atagan. Tushuntira oldimmi? Delta harfiga o'xshash bo'lganda, uchburchak simon delta harfiga o'xshash bo'lganligi uchun shunday nom bilan atalgan. Nil daryosi O'rta Yer dengiziga qo'yilgan va Nil daryosining O'rta Yer dengiziga qo'yilish qismi Quyi Misr deyiladi. Yuqori Misr bor, Quyi Misr bor. Demak, daryoning dengizga qo'yilish qismi Quyi Misr, bu Misrning shimoli, tepasi. Daryoning, ya'ni oqim boshlangan joy bu Yuqori Misr hisoblanadi. Uzunligi 6000 kilometr, uzunlikdagi daryo, bu katta daryo. Daryo 3 kilometrdan eniga 22 kilometrgacha kenglikdagi serhosil dalalardan iborat bo'lgan. Nil daryosi toshgan va toshgandan so'ng qora tuproqli jinslarni olib kelgan. Natijada bu hudud qora tuproq holatiga kelgan yoki Nil inomi. Demak, Misrliklar o'zini yurtini qora tuproq deb atagan. Qora tuproq degani bu Misr degani. Misr so'zining ma'nosi qora tuproq yoki Nil inomi deb atalgan. Endi bilamiz, Misrda Nil daryosi suvlarida yirtqich timsohlar kun kechirgan. Quruq yerlarda yovvoyi hayvonlar yashagan. Botqoqzorlarda zaharli ilonlar yashagan. Misr mana bu holatlar ham tezga tushib qolish ehtimoldan yiroq emas. Vaqtlar o'tgan sari Nil daryosida suv kamayadi va Shimoliy Afrika cho'lga aylanadi. Odamlar Shimoliy Afrika cho'lga aylangandan keyin ular Nil atroflarini, deltasini o'zlashtira boshladi. Va shu tarzda ziroatchilik, ya'ni dehqonchilik Misrliklarning asosiy mashg'ulotiga aylangan. Va 4-mingillikdan boshlarida odamlar Nil daryosi qirg'oqlaridagi yerlarni o'zlashtirishga bel bog'lashgan. Hammaga eshitilyaptimi ovozim? Izohda yozib qoldirsangizlar. Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Demak, Nil daryosi qirg'oqlaridagi yerlar qachon o'zlashtirgan? Qirg'oqdagi yerlar 4-ming-yillik boshlarida o'zlashtirilgan. Miloddan avval. Xo'p, Misrliklarning mashg'ulotiga kelsak, bilamiz, Nil daryosi to'lib toshib oqqan. Ana shu oqqan paytda Misrlik dehqonlarning hosili zo'r bo'lgan, barakali bo'lgan. Qachon barakali bo'lgan? Nil daryosi to'lib oqqan payt. Dalalar suvga bostirilgan. Misrlik dehqonlar nima mahsulot ekkan? Bug'doy va arpa va poliz ekinlari ekishgan. Bug'doy, arpa, poliz. Ular kanopdan gazlama to'qigan. Uzum, qovun, anor, xurma, xullas, piyoz, bodring, loviya kabi meva va sabzavot mahsulotlarini yetishtirgan. Ular, e'tibor qiling, yerga omoch bilan ishlov bergan. Omoch bilan yerga ishlov bergan. Urug'ni qo'lda sepgan. Va boyagi urug' yerga to'liq singib ketish uchun qoramollarni dalalardan haydab o'tishgan. Misrliklar sigir, qo'y, echki, cho'chqalarni boqishgan. Sigir, qo'y, echki, cho'chqa. Ziroatchilar ho'kizlardan dala ishlarida foydalangan. Ho'kiz
misrliklarda dala ishlarida katta foyda bergan. Xo'p, qarang, bitta narsaga e'tibor qilamiz. Iyul-sentyabr oyida misrliklar yerga dam bergan. Urug'likni sepmagan, urug'likni sepish uchun tayyorlashgan. Nega? Sabab barcha dalalarni suv bosganda, iyul-sentyabr Misrda dalalarni suv bosgan. Rahmat. Ana shu uchun ham iyul-sentyabrda urug'lik sepmagan, urug'lik sepsa boyagi suv dalani yuvib ketgan. Endi qarang, kuzda dalalarga nima qilgan? Urug'i kelgan. Kuzda kelgan. Qishda esa hosil yig'ib terib olingan. Mana bular tezki savol bo'lib tushadi, hurmatli kuzatuvchilar. Urug' qachon ekilgan qadimgi Misrda? Kuzda. Qachon hosil yig'im terim oyi bo'lgan? Qishda. Qachon yerga dam bergan? Qachon urug' ekishga hozirlashgan? Iyul-sentyabrda. Boshoqni misdan qilingan o'roq bilan o'rib olgan. Savol tushib qolishi mumkin-da. Qadimgi Misrda boshoqlarni o'rgan o'roq nimadan yasalgan? Oddiy savol. Misdan. Keyin maxsus idishga joylagan. Xo'p, bug'doy yoki arpa bog'lamlari ustidan hayvonlarni haydab, hosilni yanchishgan. Don sopol xumlarda saqlangan. Bu tadbir nega ular donni sopol xumda saqlagan? Chunki zarar kunandalardan omon saqlagan. Zarar kunandalar yeb ketmasin deganda. Xo'p, qatnashuvchilarimiz 22 ta, boya 24 ta bo'ldi. Xo'p, Abdulhamid, Shomirza faol, Narzullayeva, Madina, O'tkirxo'ja Yo'ldoshev qatnashyaptilar, Marjona, Mahkam va Sevinch qo'shilibdilar. Har bitta darsni iloji boricha aytilayotgan fikrlarni miyaga chaqib oling, o'qing, o'rganing va siz uchun foydali. Qadimgi Misr hunarmandlarining 30 dan ziyod kasbkor bo'lgan, hunarmandchilikning 30 dan ziyod sohasi bo'lgan. Misgarlar misni eritgan, birinchi misgarlar mehnat qurollarini qo'yishgan, kulollar loydan turli tuman idish-tovoqlar yasagan, quruvchilar uy qurgan. Oddiy misrlikning uyi, ana shu yerda e'tibor qiling. Oddiy misrlikning uyi loy suvalgan papirus poyalaridan foydalangan. Oddiy Misrning uyi loy suvalgan papirus poyasidan qilingan. Papirus poyasini qo'yib chiqqanda keyingi loy suvalgan. Zadagonlarning uyi oftobda quritilgan, xom g'ishtdan qurilgan, oftobda quritilgan xom g'ishtdan qurilgan. Oftobda quritilgan xom g'ishtdan qurilgan. Zodagonlar bu tezga tushgan. Keyingisi Fravnlarning uyi, Fravnlarning saroy ibodatxonalari toshdan qilingan, toshdan. Demak, kambag'al oddiy misrliklarning uyi papirus poyalaridan, zodagonlarning uylari oftobda quritilgan xom g'ishtdan qilingan, Fravnlarning saroylari toshdan qilingan. Kemasozlar qamishdan qayiq yasagan. Esingizdan chiqmasin, qamishdan qayiq yasagan. Yog'ochdan kema yasagan. Chunki kemasozlar qamishdan qayiq, yog'ochdan kemalar yasagan. To'quvchilar endi kiyim-kechak uchun gazlamalar tayyorlagan, liboslar qilgan. Xo'p, odamlar Nil vodiysidagi sermashaqqat turmushga moslashgan. Xo'p,
Va nom degan narsa bor. Nom degani bu hop kichik davlatlar bo'lgan. Misrda kichik davlatlar nom deyilgan. Nomning hokimi nomard deyilgan. Hozir 1 minut. Davom etamiz. 29 ta bo'ldik qatnashuvchilar. Xullas, Misrda kichik davlatchalar nom deyilgan, kichik davlatchalarning hokimi nomard deyilgan. Ana shu nomarxlar hukmdorga, ya'ni podshoga aylangan Misrda. Tushundingizmi? Podshoga aylangan, nomardlar podshoga aylangan. Misrda ikkita podsholik bo'lgan. Birinchisi qarang, ana shu yerda tushuna oling. Quyi Misr, bu Shimoliy Misr, boya delta degan joyimiz. Ikkinchisi yuqori Misr, bu Janubiy Misr. Tushundingizmi? Demak, Quyi Misr va yuqori Misr bo'lgan. Ikkita davlat bo'lgan. Ana shu ikkita davlatni miloddan avvalgi 3000-yilda ikki davlat o'rtasida boshlangan urushda yuqori Misr hukmdori Menes bu qalam cho'zib bosib ketaverar ekanda. Menes g'alaba qozongan. Yuqori va quyi Misrni birlashtirgan shaxs Menes bo'ladi. Misrning birlashgan Misr davlatining birinchi hukmdori Menes bo'ladi. 3-ming-yillikda birlashtirgan. Mamlakatning birinchi hukmdori Firavn bo'lgan. Firavn deyilgan hukmdorlar. Va poytaxt Memfis bo'lgan. Memfis shahri bo'lgan. Hurmatli kuzatuvchilar, Memfis shahri hozirgi Misrning poytaxti Qohira shahri bo'lgan. Qohira shahri hozirgi Misrning shahri bo'lgan. Xo'p. Davom etamiz. Demak, hammaga eshitilyapti. Men xudo xolasa. Xo'p, qarang. Demak, Misrni, quyi va yuqori Misrni birlashtirgan shaxs Menes, poytaxti Memfis. Memfis hozirgi Qohira shahri. 3-ming-yillikda birlashtirgan. Nom, manzil, tarqoq manzilgohlar. Tarqoq manzilgohlarning hokimi nomard bo'lgan. Nomardlar podsholarga aylangan. Podsho bo'lishdan oldin ular nomard bo'lgan. Xullas kalom, nomlar o'z mulklarini ko'paytirib oldi va Misr mustaqil davlatga aylangan alohida nomlarga parchalanib ketdi. Xo'p, o'rta podsholik davrida poytaxt Fiva bo'lgan. Olimlar Misr tarixini 5 davrga bo'linadi. Shuni bila oling. Ilk podsholik davrida Misr, qadimgi podsholik davrida Misr, o'rta podsholik va yangi hamda so'nggi podsholikka bo'linadi. Misr tarixi 5 davrga bo'linadi. Eslab qoling, olimlar Misr tarixini ilk, qadimgi, o'rta, so'nggi podsholikka bo'lgan. Tayanch Kaspik, Afrika Shimoliy sharqida joylashgan Misr. Uzunligi Nil daryosi 6000 km. Delta uchburchaksimon. Qaysi dengizga qo'yildi? O'rta Yer dengiziga qo'yildi. Nil daryosi. Uchburchaksimon. Eni 3 kilometrdan 22 kilometrgacha. Aholi dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanadi. Bug'doy, arpa, poliz ekinlar yetishtirdi. Kanopdan gazlamalar to'qidi.
Papirus qarang, uylar qurilishida papiruslardan foydalanildi. Papirus. Davlatlar nom deyildi, hokimi nomarx deyildi va 3-ming-yillikda yagona birlashgan Misrning poytaxti Memfis bo'ldi. Memfis hozirgi qaysi shahar? Kim yozadi? Kommentda yozamiz. Memfis hozirgi qaysi shahar? Qohira, rahmat. Qohira. Abdulhamid. Qohira, demak. Bitta savol kommentda yozasiz. Misrda qachon hosil yig'im terim oy bo'lgan? Qishda, to'ppa-to'g'ri. Shomirza bildi. Iyulda emas, qishda. Bitta savol beray sizlarga. Xo'p. Kimlar dala ishlarda ho'kizlardan foydalanishgan? O'ttiz to'rttaga chiqdik. Rahmat. Dehqonlar, yo'q, javob bering. Shomirza topdi, ziroatkorlar. Ziroatchilar desanglar to'g'ri keladi. Ziroatchilar ho'kizdan dalashib foydalandi. 36 ta bo'ldik. bo'ldik, 35 taga tushdik. Ziroatchilar Dilfuza Nazarova to'g'ri. Don qayerdan chiqqan? Soponxonda saqlangan donlar qayerdan chiqqan? Qani kim aytadi? Rami, Xirmonjoy bo'ldi. Qirqta bo'ldik, malades. Bugun 40 taga chiqdik, mana ishtirok etuvchilar. 50 taga chiqsak, darsni xohlasalar 3 soat o'tib beraman. Va'da berib qo'ydim, lekin uyqum kelib qolsa nima qilaman? Agar va'dani bajara olmasam kechirasizlar. Xo'p, ikkinchi Abdusalomova Xirmonjondan olingan. Qadimgi Misrni qarang, ketdik. Misr janubda Nubiya bilan chegaradosh. Janubda Nubiya bilan chegaradosh. Eslab qolamiz, Nubiya hozirgi qaysi davlat, kim aytadi? Bu mamlakatga Misr oltin, qatron, fil suyak, nodir ravli yog'ochlarni olib olgan. Nubiyaga oltin, qatron, fil suyak, yog'ochlar, zur yog'ochlarni olib olgan. Misr g'arbda Liviya bilan chegaradosh. Misr g'arbda Liviya bilan chegaradosh bo'lgan. Misr g'arbda Liviya bilan chegaradosh. Nubiya hozirgi qaysi davlat deb savol berdim, bilmasanglar bilib qo'yinglar, hozirgi Sudan davlati. Xaritaga qaraysiz, dunyoning siyosiy xaritasiga Misrning janubi, ya'ni pastki qismida joylashgan bu Sudan davlati oldingi Nubiya bo'lgan. Misr g'arbda Liviya bilan chegaradosh, Liviyada cho'li bor, shu nomdagi. Ana shu Liviya hozir ham Liviya deyiladi. Aynan o'sha sahro aholisi ko'chman chorvador bo'lgan. Yana bitta Quyi Misrda, Memfis Quyi Misrda joylashgan. Mana Memfis shahri Quyi Misrda joylashgan. Ana shu Memfis orqali o'tadigan yo'l Sinay yarimoroliga olib borgan.
Sinay yarim oroliga nima uchun borgan desa, misrliklar mis qazib olish uchun borgan Sinay yarim oroliga. Sinay yarim oroliga borib, undan shimolga qarab yurgan. Shimolga qarab yursa Falastin bo'lgan. Mana ko'k bo'lib qopti, Falastin va Suriya bo'lgan. Qarang, Sinay yarim oroliga borgan, undan shimolroqda yurib Falastinga borgan. Falastinning yonboshida Suriya bo'lgan. Nega? Chunki bular temir mis rudasiga boy bo'lgan. Temir bilan mis rudani olish uchun bular o'sha davlatlarga borgan. Mis olish uchun Sinay yarim oroliga borgan. Sinay yarim oroliga borish uchun qayerga borgan? Javob yozamiz. Sinay yarim oroliga borish uchun qayerdan o'tib borgan? Qaysi shahar orqali o'tgan? Yo'q, Liviya emas. Memfis to'g'ri javob. Memfis shahari orqali Sinay yarim oroliga borgan. Sinay yarim oroliga nima uchun borgan? Nima olish uchun borgan? Yozamiz. Mis. Shomirza mis to'g'ri aytdi. Falastin bilan Suriya nimaga boy bo'lgan? Falastin Suriya nimaga boy bo'lgan? Ikkita narsaga. Mis temir, to'g'ri. Rahmat, faol qatnashyapsizlar. Mis temir kamayapmiz, 36 ta bo'lib qolamiz. Davom etamiz. Falastin Suriyadan anchaqa e'tibor qilamiz. Hunarmandlar yasagan nodir buyum va qimmatbaho toshlarni olib kelishgan. Ana bu testga tushgan. Xuddi ana shu joy testimizga tushgan. Sertifikat testiga ham bor, abituriyent testlariga ham bor. Demak, Falastin Suriyadan hunarmandlar yasagan nodir buyumlar, qimmatbaho toshlarni olib kelishgan. Qadimgi podshohlik davrida Misr tarixini 5 ga bo'ldik. Qadimgi podshohlik davri, eslab qoling. Sinay yarim oroli bosib olingan. Testga tushgan. Aynan qadimgi podshohlik davrida Sinay yarim oroli bosib olingan. Misrga ular soliq to'lagan. Keyin qadimgi podshohlik davrida Firavnlar Nubiya Liviyaga yurish qilgan, testga tushgan. Juda ham nozik joylar. Savol tushadi-da. Aynan qaysi podshohlik davrida Firavnlar Nubiya va Liviyaga yurish qilgan deydi. Qaysi podshohlik davrida deydi Sinay yarim oroli bosib olinadi va mahalliy qabilalar Misrga soliq to'laydi deydi. Aynan qadimgi podshohlik. Ana shu podshohliklarni ajrata olinglar, hurmatli kuzatuvchi. Qadimgi podshohlik davrida Sinay yarim oroli bosib olindi. Misrga soliq to'ladi. Nubiya, Liviya bosib olindi. Aynan shu yerlardan asrlar, chorva mollar, boyliklar olib ketildi. Endi o'rta podshohlikka qaraymiz. Mana o'rta podshohlik. Ajrating. O'rta podshohlik davrida Misrda Firavnlar Janubiy Falastinni bosib oldi. Nubiyani shimolini bosib oldi. Bo'ldi, boshqa joy yo'q. Ana shuni ajratib olaylik. Qarang, qadimgi podshohlik davrida Sinay yarim orolini bosib oldi. Nubiya va Liviyaga yurish qildi. Egalladi. O'rta podshohlik davrida Janubiy Falastin va Nubiyani shimoli Misrga qo'sha olishdi. 18-asr oxiri, sizdan chiqmasin. 18-asr oxirida Giksoslar Misrga bostirib kirdi. Ular otliq, qarang, ot qo'shilgan jangovar aravalar bo'lgan ularni. Otga qo'shilgan arava, jangovar arava bo'lgan. Bir askar otni boshqargan, ikkinchisi esa kamondan dushmanga o'q uzgan. Giksoslar Misrga kirib kelgan payti ot ustida turgan Giksosni ko'rgan misrliklar qo'rqqan, bahaybat odamlarni birinchi marta ko'rgan bo'lganda, arabada turgan odam. Shuning uchun Giksoslar degani Hika va Hasud deyiladi.
ma'nosi cho'l mamlakatining hukmdori, cho'ponlarning hokimi degan ma'noni beradi. Ular shaharlarni, qishloqlarni bosib oldi, ayovsiz taladi. Odamlarni asirlikka oldi, haydab ketdi. Mana giksoslar. Savol: giksoslar bostirib kirgan payti Misrda qaysi podshohlik bo'lgan? Kim birinchi javob beradi? O'rta podshohlik javob keldi. Birinchi javob. Bu yigit kim ekan? Ismdan bilmaymiz. Aziza G'ulomova, yo'q. Karomat opa, yo'q. Rmi kimligini bilmayman. Rmi jo'natdilar, qolganlar ham o'rta. Haqiqatan ham shunaqa savollar tushib qoladi-da. Giksoslar bostirib kelgan paytda deydi, Misrda qaysi podshohlik bo'lgan deydi. O'rta podshohlik bo'lgan. Misrda o'rta podshohlik bo'lgan. Ular quyi Misrni bosib olgan. Savol tushgan, giksoslar bosib olgan shaharni toping degan quyi Misr. O'rta podshohlik mayda nomlarga bo'linib ketdi. Nega? Savol: o'rta podshohlik nega mayda nomlarga bo'linib ketdi? Ovoz yo'q. Ovoz eshitilyaptimi? Rahmat, bor ekan. Qarang, savol berdim. Nima uchun o'rta podshohlik mayda nomlarga bo'linib ketdi? Mana. Ichki nizolar, noto'g'ri. Stolik to'lagan. Rahmat. Bo'ldi. Yo, nima uchun o'rta podshohlik mayda nomlarga bo'linib ketdi? Savol: giksoslar Misrni bosib oldi, bo'ldi. Javob shu. Giksoslar Misrga bosib olish natijasida quyi Misrni bosib oldi va o'rta podshohlik nomlarga bo'linib ketdi. Ular giksoslarga soliq to'lagan. Bitta shahar soliq to'lamagan giksoslarga. Bitta shahar giksoslarga itoat etmagan. Fiva shahri. Bilib qo'ying, Fiva soliq to'lamagan. Bosqinchilar zulmidan xalos bo'lish taraddudi tushib qolgan nomlar Fiva shahri atrofiga birlashadi. Maqsad nima? Fiva shahri atrofiga birlashdan maqsad nima? Kim aytadi? Maqsad nima? Nima uchun bular Fiva shahri atrofida birlashdi? Javob: bitta maqsad. Bosqinchilar zulmidan xalos bo'lish. Rahmat, Karomat opa. Giksoslardan ozod bo'lish deb yozasiz. To'g'ri, ozod bo'lish. Ana shunaqangi tarixni ilmoqli, murakkab tomonlari borki, ana shu savollar tushib qoladi. Siz e'tibor qilmaysiz, lekin bu savollar tushadi. Fiva Firavn Yaxmos giksoslarni tormor qiladi. Misrdan haydab chiqaradi. Eslab qoling, Yaxmos giksoslarni Misrdan haydab chiqargan. Yaxmos yana bitta zo'r joy bor. Yangi Firavnlar sulolasiga asos solgan. Yaxmos davridan boshlab yangi Firavnlar kelgan. Mana ana shu yerda belgilaylik. Chiqib qolganda. Sariq bilan belgilaymiz. Yangi Firavnlar sulolasiga asos solgan. Eslab qoling. Ana shu Firavn zamonidan yangi podshohlik davri boshlangan. Savol: yangi podshohlikka kim asos solgan? 40 ta qatnashuvchi Yaxmos asos solgan. To'ppa-to'g'ri. Yaxmos asos solgan.
Qaysi shahar Giksoslarga itoat etmagan? Fiva. Bo'ldi, rahmat. Endi savol kimdan birinchi keladi? Tayyor turing. Kim birinchi yozadi? Kim birinchi? Fiva emas, Fiva. Piva deb yozmanglar. Piva deb yoz. Giksoslar emas. Qaranglar, savol. Sinay yarim orol qaysi podshohlik davrida bosa olindi? O'rta, qadimgi, o'rta. Sinay yarim oroli mana men ko'rdim ekranda mana. Sinay yarim orol qachon bosa olingan? Mana ko'ryapmiz, ha? Ko'ryapsizlar? Qadimgi. Giksoslar nima bilan kirib kelgan Misrga? Savol. Giksoslar nima bilan Misrga kirib kelgan? Otlar. Boyto'rayev 1910 deganmisiz? Ot arava, Shomirza. Ot qo'shilgan aravada, ot arava, yaxshi. Demak, eshityapsiz. Darsda siz ishtirok etuvchilar ovozi eshitilyapti. Darsni yoza olyapmiz va videoni ko'ra olmaganlar uchun tashlab beramiz. Dars ma'qul bo'lyaptimi? Zerikmayapsizlarmi? Esingizda qolyaptimi? Onlayn darsni foydasi bormi? Uyda o'tirib, mazza qilib, soat 9:30da dars eshitish mazzada. Rahmat kattakon, Boyto'rayev. Mazza qilyapmiz, rahmat. Bomba dars bo'lish kerak, bomba. Lekin obunachilarimiz 400-500 taga yetsa, sizlar tasavvurga sig'dirmagan dars bo'ladi. Bu onlayn darsni offlayn darsdan afzalligini ko'rsatib bermoqchimiz. Siz tasavvuringizga sig'maydigan darajada maza qilib darsga qatnashasiz va effekt bo'ladi. Muhimi zerikib qolmasangizlar bo'ldi. Muhimi zerikmang. Zerikish bo'lsa aytavering, ustoz zerikonmiz, unday deyoringlar, o'rtada qo'shiq aytib beraman. Xo'p, yangi podshohlik hukmdorlari. Endi qarang, yangi podshohlikka o'tdik biz. Yangi podshohlik yaxmos asos soldi, giksoslarni haydab chiqardi. Yangi podshohlik davrida Firavnlar Nubiya bilan Old Osiyo mamlakatlariga hujum qildi. Old Osiyo bu tezga tushgan. Qarang, qadimgi podshohlikka Sinay yarim oroli, Nubiya, Liviya. Daftarga alohida yozib oling. O'rtada Janubiy Falastin, Nubiya shimoli va yangi podshohlikda Nubiya bilan Old Osiyoga hujum qildi. Nubiya va Old Osiyo. Tutmos 2 Falastin, Finikiya, Suriyani istilo qildi. Tutmos 2 Falastin, Finikiya, Suriyani bosib oldi. Tezga tushgan. Tutmos 3 da aytamiz. Tutmos 3 Old Osiyoda hukmronlikni o'rnatdi. Ana shu hukmdorlar bilan bosa olgan joylarini albatta bilishingiz kerak. Ajrata oling. Falastin, Finikiya, Suriya, Tutmos 2, Tutmos 3 Old Osiyoda hukmronlik o'rnatdi. Bo'ysundirilgan xalqlar Misrliklardan nafratlangan va natijada ular mustaqillik uchun harakat qilgan. Misr firavnlari bir necha yil mahalliy qabilalar bilan urush qilgan. Bu firavnlar sillasini quritgan. Davlat zaiflashdi, yangi podshohlik ham alohida nomlarga tarqalib ketdi. Demak, yangi podshohlik nima uchun
parchalandi. Bo'ysundirilgan xalqlar nafratlanib, erk va ozodlik uchun kurashni boshlash uchun. Va Misr fir'avnlari mahalliy qabilalar bilan urushdi va zaiflashdi. Nomlarga bo'linib ketdi. Eslasanglar, nomlar davlatchalar. Rahmat kommentlar uchun. Miloddan avvalgi 7-asr topamiz. Mana 7-asr juda ham muhim. Misr yagona davlatga birlashdi. Yashil qola qolsin. Misr yagona davlatga birlashdi 7-asr. Bu so'nggi podshohlik edi. Ana shu 7-asr Misr yagona davlatga bo'linishi yangi podshohlikdan keyin bu so'nggi podshohlik edi. So'nggi podshohlikda iqtisodiyot, madaniyat yuksaldi. Ammo tez orada Misrga yangi bir dushman bostirib kirdi. Forslar shohi Ker IIning o'g'li Kambiz II 525-yilda Misrni bosib oldi. Ker IIning o'g'li Kambiz IIning Misrga bostirib kirgan paytda Misrda qanaqa podshohlik bo'lgan? Kim aytadi? So'nggi 44 ta bo'ldik. Qatnashuvchilar, men o'ylayman, bu yerda tarixga qiziquvchilar bor. Mana Hilol opani ko'ryapman, 5-kurs bular. 5-kurs bilan endi darsga keladi, qiziqib kirishgan. 50 ta bo'lamiz. Qani xudo xolasa bo'lishimiz kerak. Boy To'rayev kim gapirsa ham boy gapirsin deydi-yu. 44 ta bo'ldik. Endi savol qilamiz. So'nggi podshohlik to'g'ri, Oqmurod. Savol beraman sizlarga. Yangi fir'avnlar sulolasining asoschisi kim? Kitobga qaramay ilojida javob bering. Yaxmos. Qolganlar ham Yaxmos degan fikrga qo'shiladimi? Karomat opa faol. Yaxmos, Yaxmos 2. Demak, yangi fir'avnlar sulolasining asoschisi Tutmos ekanda. O'g'loy adashdiz. To'g'ri javob Yaxmos. Ham yangi fir'avnlar sulolasiga asos soldi, Giksoslarni haydab chiqardi, yangi podshohlikka asos soldi. Bittagina savol. Misr G'arbda qayer bilan chegaradosh? Abdulhamid Sudan debdilar. Sudan G'arbda dedim-man, G'arbda Liviya bilanda. G'arbda Liviya. So'nggi paleolit davrining muhim ixtirosini tez yozamiz. Qani kim birinchi yozadi? So'nggi paleolit davrining muhim ixtirosi. Taqinchoq. So'nggi paleolitning muhim ixtirosi. Chorvachilik? Yo'q. Xonalar. Uy-joy yaqinlashdinglar, turar joy. Toshdan qurilgan uy. Yangi uy-joy qurish. Uy-joy, turar joy qurish, to'g'ri. Turar joy qurish. Bitta savol yana. Janubiy Afrikadan topilgan odam qaysi? Oqmurod qani?
Oqmurod qani, ayting. 45 ta bo'limiz, 45 ta. 50 taga chiqar ekanmiz hali. Men singlim ham qo'shilibdi, qoyilay, tarixga qiziqmasa ham. Men singlim ham meni eshitib o'tiribdi. Avstralopitek. Birinchi Bobo Nazarova xosiyat javob beribdilar. Avstralopitek to'ppa to'g'ri. Neandertal qayerdan topilgan? Neandertal. Germaniya. Germaniya. To'ppa to'g'ri, Germaniya bo'ldi, to'g'ri javoblar keldi. Surayyo Avstralopitek dedi. Yaxshi, Oqmurod ham mana faollashdi. Imoli nimada u? Imoli degan. Xo'p, rahmat, yaxshi. Demak, darsni davom ettiramiz. Mana buqani qaraymiz, buqa. 46 ta bo'ldik. Buqa Apis deyilgan. Apis buqa timsolidagi hosildorlik xudosi bo'lgan. Hosildorlik xudosi bo'lgan. Misr aholisi uchun din muhim o'rin tutgan. Kundalik turmushning ajralmas bo'lagi hisoblangan. Misrliklar fikricha xudolar hayvonlar siymosiga o'tgan deyiladi. Xudolar hayvon siymo, misol uchun mushuk, qo'y, ho'kiz, arslon, sigir shaklida. Mushuk, qo'y, ho'kiz, arslon, sigir shaklida odamlar orasida yashaydi deb hisoblashgan. Xudolarning deydi bir qancha joni mavjud deydi. Biri hayvon tanasida yashaydi deydi. Yana boshqasi deydi, uni haykalida yashaydi deydi. Qarang, tasavvurni qarang. Xudolarning bir qancha joni bor. Ulardan bir joni hayvonni tanasida, boshqasi hayvonni haykalida yashaydi. Kohinlar ibodatxona ruhoniylari bo'lgan va xudolarni dindorlar inom tariqasida keltirgan narsalar bilan boqish kerak deb ishonishgan. Xo'p, Ptah haqida gaplashamiz. Memfis shahrining bosh xudosi. U qudratli, juda ham qudratli bo'lgan. Qudratli bo'lgani uchun asl qiyofasini ko'rish iloji bo'lmagan. Shu sababli ham bu xudoning yer yuzidagi qiyofasi Apis bo'lgan. Apis. Tushundingizmi? Apis bo'lgan. Ptahning yerdagi ko'rinishi Apis bo'lgan. Apis mana. Belida, peshonasida oq qashqa bo'lgan qora ho'kiz. Ana shu Ptah bo'lgan. Lekin yer yuzidagi ko'rinish shu. Xudolar hayvonlar tanasida yashaydi dedik-ki. Peshonasi bilan belida oq qashqasi bor. Qora ho'kiz bo'lgan, qora ho'kiz. Amon-Ra xudosi bo'lgan. Amon-Ra quyosh xudosi bo'lgan. Quyosh 2-ming-yillikda bosh iloh bo'lgan. Dastlab 2 ta xudo bo'lgan, Fiva shahar homiysi. Amon bo'lgan, quyosh xudosi Ra. Amon bilan Ra bitta xudoga birlashgan. Amon-Ra bo'lgan. Amon-Ra quyosh xudosi bo'lgan. Hammaga yetyaptimi? Xo'p. Ishtirokchilarimiz 48 ta bo'libdi. Adashmasam, men bilan 48 ta.
Ovoz eshitilyapti adashmasam. Xo'p. Demak, hamma narsa joyida. Firavnlar Quyosh xudosining o'g'illari hisoblangan. Ana shu hamma ishni ular samoviy otasining buyrug'i bilan amalga oshirgan degan qarash bo'lgan. Demak, keyingi xudomiz bu Hapi, Nil xudosi, Misrdagi hayotning birlamchi manbai posboni bo'lgan. Keyingisi Osiris bo'lgan. Osiris yerost saltanat xudosi. Osiris yerost saltanat. Osiris ilk podsholardan bo'lgan Misrni. Eslab qoling, ilk podsholaridan bo'lgan. O'z xalqini dehqonchilikka o'rgatgan. Birodari Sit Osirisni o'ldiradi. Ammo Osirisning xotini Isida Osirisni mumiyolagan va qayta tiriltirgan ekan. O'shandan ana shu voqeadan keyin jon qaytib keladi. Kelishi mumkin deb odamlarni Misrda mumiyolashgan marhumlar. Ana savol, nima uchun Misrda odamlarni mumiyolashgan degan savol keldi. Jon qaytib kelishi mumkin deganda, shunaqa narsa ishongan, shuning uchun mumiyolashgan. Firavnlar qaysi xudoning o'g'li bo'lgan? Quyosh xudosining o'g'li bo'lgan. Abdulhamid Amon-Ra Quyosh xudosi bo'lgan. Firavnlarning samoviy otasi Amon-Ra bo'lgan. Kohinlar xudo va odam o'rtasidagi vositachi bo'lishgan. Kohinlar Nil toshqin vaqtini bilishgan. Nil toshqin vaqtini qachon urug'lik sepish mumkin, qachon hosilni yig'ib olish mumkin, shularni bilgan ular. Xullas kalom, barcha nomlarda ibodatxonalar bo'lgan. Firavnlar ular katta-katta boylik yerlar hadya qilgan. Demak, bu Misr nimasi? Endi Anubis xudosini ko'ramiz. Anubis marhumlar, mumiyolanganlar xudosi. Mat haqiqat, adolat ilohasi. Hathor musiqa, go'zallik. Hathor musiqa va go'zallik xudosi. Mana sizga xudolar, mana sizga tarix, mana xohlaganingizcha o'qing, xohlaganingizcha yodlang, maza qilib o'qiydigan faktlar. Shu paytgacha o'qimadingiz, bugun o'qing. Bugun o'qimasangiz, ertaga orqada qolib ketasiz. Bugun attestatsiya bo'ldi. Attestatsiya test sinovlari o'tkazildi. Maktabning tarix fan o'qituvchilari attestatsiya test imtihoniga kirib chiqdi. Ko'plar xursand, ko'plar xafa. Nega? Yiqilishgan. Ba'zilarga 2 ball yetmay qolgan, ba'zilar xursand 90 dan yuqori ball olgan, 70% ustamaga erishgan. Nega? Ular bilan bugun ovozli chatman eshitib, bir soatla eshitdim. Sababi ular ko'p o'qigan. O'qigan. Va ortmaslik kerak. Maktab qo'yayotgan talabni bajaring. Tarix kerakmi? Tarix fani sizning hayotingiz bir bo'lagi. Xohlaysizmi? Yo'qmi? O'zingiz tanladingiz shu yo'nalishda. Tarix fanini o'qish kerak, o'rganish kerak, tahlil qilish kerak va buni albatta o'rgating. Men qanday o'rgatyapman sizga? Qanday tushuntiryapman? Ana shunday tushuntiring o'quvchisiga. Albatta o'quvchis tushunsin. O'quvchingiz bilan savol-javob qiling. Ko'proq o'quvchi bilan ishlang. Va bu sizga foyda beradi albatta.
Xullas, darsni davom ettiramiz. Demak, xudolarni tugatdik. Qisqagina savol qila olamiz. Misrning ilk podsholaridan bo'lgan xudoni nomini topamiz. 53 ta bo'ldik. Osiris degan javob to'g'ri. Ilk podsho bo'lganda. Xo'p, sevgi ilohasi. Musiqa sevgi ilohasi. Mat emas, Mahkamova. Xo'p, ustoz, Shahrisabz tarixi, Amir Temur haqida ham dars o'tib bering biror kun. Siz o'tsangiz esda qoladi-da. Rahmat. Albatta o'tamiz. O'ziz kim bo'lasiz? Bu iltimosni kim qilyapti? Qayerdansiz? Daftarga yozganman. Nimani yozgansiz? Xatkor to'g'ri javob. Memfisning bosh xudosini tez yozamiz. Kim birinchi? Memfisning bosh xudosi. Ellik bitta bo'libmizmi? Qoyil. Olmishtaga qarab yuramizmi deyman. Ernazarova Xurshida degan meni kursdoshim, qadrdon kursdoshim ham qatnashyapti ekanlar. Xursandman. Ernazarova Xurshida eshityapsiz meni? 2004-2008 yillarda biz Qarshi davlat universitetida o'qiganmiz. Hilola opa qatnashyaptilar, 200-guruh sardori, meni singlim ham qatnashyapti. Hamma bekorchi ekanda bugun. Menga ovoz kelmayapti. 187-guruh talabasi Xolova Adiba, Shahrisabzdanman. Xo'p, albatta o'tib beraman. Hisobga olaman. 49 ga tushib qoldik-da, 60 taga bormayapmiz. 60 taga borsak, albatta ana qilamiz. Xo'p, piramidalar va daxmalar haqida gapiramiz. Hurmatli talabalar, qadimgi va o'rta podshohlik davrida piramidalar qurilgan. Aynan qadimgi va o'rta podshohlik davrida piramidalar qurilgan. Ular ulkan bo'lgan, katta bo'lgan. Nega piramidalar qurilgan? Savol. Apis yer ustidagi qiyofasi ekan. Rahmat. Bekorchi emasmiz debsiz, albatta. Qoyil. Hazillashdim-da. Xafa bo'lmaylar yana. Bekorchilar deb. Bu yerda bekorchilar kelayotgani yo'q. Uyqumizdan kechib maqsad sari olg'a harakat qilayotganlar. Firavnlarni dafn qilish to'ppa-to'g'ri. Firavnlarni dafn qilish uchun qurilgan piramidalar. Mana. Bizlarning tilda maqbaralar deyiladi. Maqbaralar.
Samarqandda Go'ra Amir maqbarasi bor. Amir Temur dafn etilgan. Amir Temurning piri Said Baraka dafn etilgan. Piramidalar nimadan qo'rqmaydi? Vaqtdan qo'rqmaydi. To'rt ming yildan beri o'zgarmasdan turgan narsa bu piramida. Qoyilmisiz? Piramidalar vaqtdan qo'rqmaydi. 4000 yildan beri turibdi, bundan keyin ham turadi. Eng mashhuri Shomirza bormi? Eng mashhur piramidalar Memfis shahrida joylashgan. Shomirza qatnashyaptimi? Borman. Shomirza eng mashhur piramida shta, bilasana? Xufu Xafra Minkaura bo'lgan. Xufu Xafra Minkaura. Bular 7 mo'jizani biri. 7 ta mo'jiza bor, shuni bittasi. Eng kattasi Xufu. Bu Xifi ham deb ataladi. Xeops deydi Yunonlar. 2600-yilda qurilgan, 147 metr bo'lgan. Piramidalarda quriladigan, qurilish uchun ishlatiladigan toshlar Yassi tog'laridan olib kelingan. Yassi tog'laridan olib kelingan. Bu Yassi tog'lar Nil daryosining o'ng sohilidan bo'lgan. Piramida har bir ikki tomondan 2,5 million dona tosh bo'laklaridan tashkil topgan va sarkofag degan narsa bor. Sarkofag, eslab qoling, bu tosh tobut bo'lgan. Tosh tobut sarkofag deyiladi. Ustoz 200-guruhdan 10 kishi qatnashyapmiz. Zo'r, rahmat. Daxmalar ichi va devorlar munojat va qarg'ishlardan iborat bo'lgan. Va ular bitiklar deyiladi. Ana shu bitiklar bilan daxmani ichidagi devorlar qoplangan, unda munojat va qarg'ishlar yozilgan. Mana shu munojat bilan qarg'ish Firavnni himoya qilgan. O'zga hayotga o'tayotganda deydi, unga yordam beradi deyishgan. Shuning uchun ham piramidalarni ichidagi o'sha daxmalarini ichi devor va munojatlar, qarg'ishlar, o'sha munojat va qarg'ishlar bo'lgan. Piramidalarni Sfinks degan narsa bor. Ana shu sfinkslar qo'riqlab turgan. Sfinks nima desa, tanasi sher, boshi odamniki bo'lgan katta haykal. Sahro shohi deyishadi sfinksni. Piramidani qo'riqlagan. Yana 40 taga tushdik, boya 51 taga edi. Toshdan ishlangan sfinkslar va balandligi 20 metr bo'lgan. Demak, sfinkslar tanasi sher, boshi odam bo'lgan, piramidani qo'riqlagan sahro shoh. Yangi podshohlik davriga kelib, ehromlar, ya'ni piramidalar qurilmadi. Qayerga firavnlar ko'milgansa, tog'larga o'yilgan. Tosh maqbaralarga dafn qilindi. Qachon? Yangi podshohlik davrida. Maqbara ichidagi tasavvurga sig'maydigan boyliklar bizga qadar. Bu qaysi? Tutanxamon. Eng mashhur maqbara, eslab qoling, Tutanxamon bo'lgan. Tutanxamonning maqbarasi bo'lgan. Osiris sud qilgan o'lganlarni. Tarozini bir pallasiga marhumni yuragini qo'ygan, boshqasiga qush patlari qo'yilgan. Mabodo tarozi pallalari tenglashsa, demak u dunyoda hayotda faqat ezgu ish qilgan deydi. Vafot etgandan keyin u ajoyib bir sharoitda umrini davom ettirgan. Mabodo tarozida yurak og'ir kelsa, inson yomon ishlarni qilgan. Demak, u badbashara maxluqlarga yemish bo'lgan. Bu Osiris sudining natijasi bo'lgan. Chunki qadimgi misrliklar inson agar vafot etsa, u marhumlar saltanatiga ketadi deydi.
o'sha yerda umrini davom ettiradi deb hisoblashgan. Mumiyolash bilan tibbiy bilimga ega bo'lgan kohinlar shug'ullangan, eslab qoling. Mumiyolash 70 kun davom etgan, 70 kun. Jasadga maxsus ishlov berilgandan keyin matolar bilan o'ralib, qimmatbaho taqinchoqlari bilan bezagan ekan, qarang o'lganni. Matolar qatorasida omad keltiruvchi tumorlar ham qo'yilgan. Mumiyolash faqatgina boylar qilgan mumiyolashni. Uning izidan qolgan qarindoshlar boy badavlat bo'lsa, mumiyolash amalga oshirilgan. Osiris marhumlar dunyosining xudosi. Bastet, mana Bastet mushuk ko'rinishdagi go'zallik xudosi bo'lgan. Ko'rdingizlar? Mana Bastet. Xo'p, bittagina savol-javob o'tkazib olamiz. Hushyorroq turamiz, qarang. Xo'p. Sarkofag nima? Tez kim yozadi birinchi? Sarkofag nima? Xo'p. 39 ta bo'limimiz. Boya 51 taga chiqdik. Mani qadrdon do'stim Iskandar og'a ham qatnashyaptilar. Tosh tobut, to'ppa to'g'ri. Keyingi savol. Qaysi podshohlik davriga kelib ehromlar qurilmay qo'ydi? Yangi podshohlik, to'g'ri. Yangi. Yaxshi. Qaysi podshohliklar davrida ehromlar qurilgan? Qadimgi. Qaranglar-da, qadimgi va o'rta deb yozibdilar. Mana Mahkama Sevinch aniq to'g'ri javob yozganlar-da. Qadimgi va o'rta deganlar. Qadimgi va o'rta podshohlik davrida bo'lgan. Eng mashhur maqbara kimga tegishli? Xeops. Tutanxamon. Tutanxamonga tegishli, to'ppa to'g'ri. Yana bitta savol beray sizlarga. Bugun 51 tagacha chiqdi qatnashuvchilar. Bilmadim, zaruriyat qandaydir, ya'ni ovoz yo'q deyaptilar. Xosiyat opa, ovoz chiqmayaptimi? Ovoz chiqyaptimi? Bor, ovoz bor. Demak, ovoz bor. Xosiyat opa, sizda qanaqadir muammo sizda bo'lsa kerak. Savol. Qurbonlik o'tkazgan Misrda kimlar diniy marosimlarni bilgan? Diniy marosimlarni kimlar bilgan va qurbonlikni kimlar o'tkazgan? Kohinlar,
Misrda adolat ilohasi. Kohinlar to'g'ri. Misrda adolat ilohasi. Mat sohiba birinchi. Murod kohinlar. Yana bitta savol. Emas. Qaysi xudo o'z xalqini dehqonchilikka o'rgatgan? Qaysi xudo? Xo'p, qirikta bo'ldik, qurishda bo'ldik. Yana qaytib kelishim. Meni do'stim Iskandar og'a ham qatnashyaptilar. Iskandar og'a meni qadrdon do'stim. U kishi Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti. Birga o'qiymiz, kursdosh biza. Juda ham ajoyib inson, kuchli tarixchi. Xursandman u kishini bugungi darsimizda ko'rganimdan. Rahmat sizga. Osiris o'z xalqini dehqonchilikka o'rgatgan, to'g'ri. Qaysi xudoning asl qiyofasini ko'rib bo'lmaydi? Yer yuzidagi. Ptah. Yaxshi. Piramidalar qurilishi uchun toshlar qayerdan olib kelingan? Aniq javob. Piramidalar qurish uchun toshlar qayerdan olib kelingan? Mani litseyga o'qitgansiz, ustoz Nargiza Ochilova. Rahmat, nechinchi yil tugatgansiz? Rahmat. Qanday topoldingiz gruppani? Ptah. Nil vodiysining o'nqirog'idan, yassi tog'lardan, Nil vodiysi. Ko'ryapsiz, mana shu savollarni bilishingiz kerak. O'rganing, o'qing, yodlang, tafakkur qiling, fikrlang. Qayta o'qing. Bitta mavzuni 5 marta, 6 marta o'qing. Miyangizga singib ketsin. Miyangizga singib yopishib qolsinki, chiqmaydi hech qachon. Ana o'shanda siz seferdan ham sertifikat olasiz. Xohlasangiz attestatsiyadan ham 70% ustamaga ega bo'lasiz. Faqat o'qing. Keyingisiga o'tamiz, hurmatli talabalar. Qadimgi Misr madaniyati. Yaxshi. 41ta. Qadimgi Misr madaniyati, qadimgi misrliklar yozuvi haqida gaplashamiz. Yozuv. Ilk yozuv. Qadimgi misrliklarning yozuv ilk yozuv hisoblanadi. Har bitta so'z rasm ko'rinishida bo'lgan. Yozuvdan duolar, marosimlarni yozishda foydalangan. Qarang. Duolarni, marosimlarni yozib borishda foydalangan. Shuning uchun ham misrliklar yozuvni muqaddas deb atagan yoki xudolar kalomi deb atagan. Nega u muqaddas? Nega u xudolar kalomi? Chunki u duolar, marosimlarni yozib borishda foydalangan. Qadimgi yunonlar ularni ierogliflar deyishgan. Ieroglif so'zining ma'nosi toshga chekilgan muqaddas bitik. Yozuvlar maqbaralarning devorlariga xudolar haykallari qo'yib yozilgan. Maqbara devoriga va xudo haykallariga qarang. Maqbarani devoriga xudo haykallariga qo'yib yozilgan. Yozuv uchun tosh, sopoldan foydalangan. 750 ta ieroglif bo'lgan. Har bir so'z o'zida ramz timsollarni ifoda etgan. Ieroglifni o'rganish qiyin bo'lgan. Savod chiqarish hammaga ham nasib qilmagan. Ieroglifni qamish, qarang, qil qalam bilan, qamishli qil qalam bilan papirusga yozishgan. Papirus poyasdan qilingan qog'ozga yozgan. Turli rangdagi mineral bo'yoqlar siyoh vazifasini bajargan. Siyoh ta'lim olayotganda, ana shu yerda e'tibor qiling. Ta'lim olayotganda sopol buyumlar parchasiga yozishgan. Alohida belgilayman. Sopol buyumlar parchasiga yozishgan.
va ohak toshga yozishgan. Qachon desak, ta'lim olayotgan paytida. Hamada eshitilyaptimi? Boryaptimi? Manfaatli, foydali bo'lyaptimi? Menga ham uzilib qolyapti ovoz, albatta. Ovoz boryaptimi? Ovoz yaxshimi? Sizlar tomonda balki internet yaxshi emasdir. Ana shu ham sal menga eshitilyapti. Mabod zo'r ustoz, baraka toping. Rahmat, baraka topaman. Duo qilinglar. Duoda biza. Husnixat san'atini egallagan kishilar. Nima degan husnixat san'ati? 750 ta hieroglifni yozishni bilgan odam yuksak saviyadagi ma'lumotli odam bo'lgan. Savodxon kishi bo'lgan. Savodxon, qarang, kim hieroglifni o'qib o'rgangan bo'lsa, u yuksak saviyadagi inson bo'lgan. U katta imtiyozlarga ega bo'lgan, izzat, hurmatda bo'lgan. Kimlar hieroglifni o'qishni bilgan? Nega? Chunki hieroglifni o'qish qiyin bo'lgan. 750 ta hieroglif bo'lgan. Taniqli fransuz olimi Jak Fransua Champollion bor. Champollion. Shampanskiy emas. 1822-yilda kashfiyot qildi. Nima qildi? Birinchi bo'lib Champollion Misrni matnlarini o'qidi. Ana shu hieroglifni birinchi o'qigan odam Champollion bo'ladi 22-yilda. Qohiradagi Rozet shahri yaqinida bir toshga chekilgan matnni o'qidi. Bu yerda ham Misr hieroglifi bilan Yunon tilidagi bir xil ma'nodagi bitik sabab bo'lgan. Bo'ldi, tamom. Qadimgi Yunon tillarida bir xil bitik sabab bo'lgan. Yunon tilidan tarjima qilish qiyinchilik tug'dirmagan. Matnlarni taqqoslab ko'rilgan. Yunon bilan birga taqqoslagan hieroglifni shunga moslab o'qishgan. Ana shu kashfiyotdan keyin papiruslarga yozilgan Misr hierogliflari tilga kirgan. Va qadimgi Misr sivilizatsiyani o'rganish uchun manba bo'lgan. Hozir ana shu rozet bitik toshi deyiladi bu. Rozet bitik toshi Britaniyada saqlanyapti. Ziroatchilar qachon urug'likni yerga qadashni bilgan, qachon yig'ishtira olishni bilgan. U zarur bo'lgan uni bilish. Qanday bilgan ular ziroatchilar? Savol sizlarga. Qanday qilib urug'likni yerga qadashni, qay mahalda yig'ishtira olishni nimaga qarab bilgan? Savol. Muhammad qaysi guruhdan? Fransuz askarlari topishgan, darsda aytib o'tgandiz. Yulduzlarga degan javob keldi. RM. Yulduzlarga qaragan, qarang. Yulduzlarga qarab bilgan ular qay mahalda yig'ishtirib olishni hozir. Shu tariqa astronomiya fani vujudga kelgan. Astronomiya yulduzlar haqidagi fan hisoblanadi. Qarang, astronomiya fani vujudga kelishi nimaga sabab? Yerga urug'ni qay mahalda qadash, uni hosilni yig'ishtirib olish yulduzga qarab bilishgan. Natijada yulduzlarni kuzatgan 1 yil 365 kun bo'lgan.
365 kunni 30 kundan 12 oyga taqsimlashgan. 5 kun bayram bo'lgan. Domlajon, bu safar siz savol bering. Albatta, keyingi darslarimiz savol-javob bo'ladi, video chat bo'ladi. Video chat bo'ladi. Bitta video chat tashkil qilamiz o'tilgan mavzular yuzasidan. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Har kuni pullik darslarimiz har kuni bo'ladi. Pullik darslarimiz har kuni bo'ladi. Xudo xohlasa gruppani shakllantira olsak, pullik darsimizga kamida 20 ta qila olsak, 2 mahal dars qilish niyatim bor. 20 tagacha chiqarsak, kunlik o'sha Telegramda ovozli chat qilib 2 mahal dars o'tish rejamiz bor. Faqat u to'lovli bo'ladi, albatta. Har kuni bo'ladi. Har kuni bo'ladi. Agar 2 mahal bo'ladigan bo'lsa, to'lovni 130 mingdan qilamiz. 1 mahal bo'ladigan bo'lsa, 100 mingdan qilamiz. Buni o'zlaringiz anaqa qilasizlar. Pullikni ham boshlaymiz, xudo xolasa. Bugun agar pullik gruppaga qo'shilishni xohlaydiganlar mening telefon nomerimga chiqishlaring kerak bo'ladi. 91 810 20 nomerim bor. 91 810 2110. Ko'plar Telegramga yoza olmayapti. Telegramga yoza olmayapti meni. Shuning uchun nomerimga 91 810 2110 ana shu nomerga telefon qilib to'lov qilsalaringiz, ro'yxat qilib, men to'lovli gruppaga qo'shaman va u albatta 2 mahallik dars bo'ladi. 2 mahal, ertalab 6 da balki xudo xolasa va kechqurun 9-10 larda kelishamiz vaqtini. Lekin u bomba dars qilamiz. 2 mahal albatta men gapimga javob beraman, qilaman dedim, qilaman. Faqatgina 2 mahal bo'lsa 130 mingdan, 1 mahal dars bo'ladigan bo'lsa, har kuni 1 mahaldan bo'lsa 100 mingdan bo'ladi. Ma'qul bo'lsa izohlarda ana qiling. Va telefon qilganlarga men plastik raqam beraman. Telefon qilganlarga plastik raqam beraman. To'lov qilasiz, yoza olaman, skrinshot qilib tashlaysiz va pullik gruppaga qo'shaman va pullik gruppani sizlarga jadvalini tashlayman. Ertalab nechida bo'ladi, nima qilamiz, kechqurun nima qilamiz va u reja asosida bo'ladi. Va bir haftani ichida 6-sinfni, yana bir hafta 10 kun ichida 7-sinfdan tugatamiz. Tezroq tugatib, kitobni 2 marta qayta o'tib chiqish, 2 marta qaytadan o'tib chiqsak, menimcha foydali bo'ladi. Xo'p, telefonlaringizni kutaman. Kimga agar nima bo'lsa endi 2 mahallikka qatnashganlaringiz ham yaxshi bo'ladi. Kimda agar to'lov qilish imkoniyati bo'lsa, bugun bemalol telefonni aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men sizlarga plastik raqamimni beraman. Gruppaga tashlamadim, o'zlaringizga tashlab beraman. 91 810 2110. Ertalab bo'lmasin, qolib ketadi tepada. Ishlaydiganlar bor-ku. Ishlaydiganlar ertalab 6 da ishlaydimi? Ko'ramiz. Yana ham yangi kitob ham o'tamiz. Eski kitobda ham o'tamiz. Xo'p, tugatib qo'yaylik. Anhorlar qazilayotganda istalgan imorat va inshootlarni barpo etayotgan maydon hajmini o'lchash zarur bo'lgan. Xullas, Misrda asosiy o'lchov tirsak bo'lgan. Tirsak esingizdan chiqmasin. Tirsak esingizdan chiqmasin. Xo'p, 39 ta. Tirsak esingizdan chiqmasin. Asosiy o'lchov birligi 52,5 sm bo'lgan bir tirsak. Podshoning tirsagi asos qilib olingan. Bu uzunlik asosiy o'lchov birlik bo'lgan. Ya'ni tirsakdan barmoq uchigacha bo'lgan joy bo'lgan. Bu endi uzunlik o'lchovi bo'lganda.
Bizada metr deyiladi. Misrda 24 bo'lmaga ajratilgan vaqt bo'lgan. Shuning uchun ham hozir ularda suv soatlari yordamida vaqt o'lchangan. Xullas kalom 24 soat, 1 sutkalik 24 soat shundan kelib chiqqan. Xullas hierogliflar 750 ta bo'lgan, xudolar kalomi deyilgan. Ilohiy bitiklar deyilgan. Ilohiy bitiklar deyilgan. Jak Fransua Champollion 1822-yilda Rozetta bitik toshi Britaniya muzeyida saqlanyapti. Misr va Yunon tillaridagi bitik tosh bo'lgan va Misr hieroglifini shunga qarab o'qigan. Astronomiyada taqvim va geometriya fanlari Misrda rivojlangan. Hurmatli talabalar, to'g'ri aytyapsiz, charchaymizda ishga borish kerak. Bitta narsa aytaman, bir hafta shunaga o'rgansangiz, o'zingizga odat bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Bir hafta qiynalib, mana shu tartibga o'rgansanglar, keyin refleks bo'lib qoladi. Hayotingizning bir qismiga aylanib qoladi dars. Yurakdan o'qiydigan bo'lasiz, yurakdan qabul qilasiz. Har kuni tarix bilan shug'ullanamiz. Har kuni savol-javob bo'ladi. Har kuni qilingan narsa muvaffaqiyatga olib boradi. Har kuni qilingan narsa muvaffaqiyatga olib boradi. 2 mahal qilsak, menimcha manfaatli bo'ladi. 30 ming farq qiladi, ko'p emas. 100 ming dan, misol uchun 130 ming qilsangiz 2 mahal dars bo'ladi. Ham yangi darslik, ham savol-javob, ham testlar, hali pachka testlar turibdi. Testlarni men xudo xolasa pullik gruppalarda tashlab tahlil qilib beraman. Balki 3 mahal ham qilarmiz, vaziyatga qaraymiz. Balki video darslarni ko'paytiramiz. Yana ham sizlarda kommentda izohlaringizga bog'liq. Nima talab, nima taklif bo'lsa, ana qilamiz. Ertalab, kech qilib otasiz pullik kanalni. Pullik kanal 130 mingdan bo'lsa, ertalab va kechga o'taman. 2 mahal o'taman. Xo'p, endi ozroqgina bitta savol-javob qila olsak, nima savollaringiz bo'lsa, kommentga yozinglar, javob beraman. Tarixni sevish kerak, fanni sevish kerak, fanni qalbdan qabul qilish kerak. Agar fanni sevmasangiz, fanni, tarixni qalbingizda, miyangizga singdirmasangiz, siz tarix fanidan pedagog bo'la olmaysiz. Siz tarixni birovga o'rgata olmaysiz. Gap faqat sertifikat olishda emas, gap faqat A+ sertifikatni olib 10 million oylikni olishda emas. A sertifikatni olganingizdan keyin o'zingizdan kamida 30 ta o'quvchini A sertifikatga olib chiqishingiz kerak. Ana shunda siz o'zingizda mehnatingizni mahsulini ko'rgan bo'lasiz. Siz faqat o'ziz olasiz. Endi o'ziz olib bo'lganingizdan keyin o'ziz olgan sertifikatni kamida 30 ta o'quvchiga olib berishingiz kerak bo'ladi. Ana shunda siz pedagog bo'lasiz. Maqsadni shunday qo'ying. Maqsadni shunday qo'ying. Kamida 30, 40 ta, 50 ta o'quvchimga men albatta sertifikat olib beraman deng. Sertifikat kim oladi? 2 mahal darsga qatnashgan o'quvchi oladi. Topshiriqni bajargan o'quvchi albatta oladi. Bugun Misrni o'qib chiqing. Ertaga to'liq 10 ta mavzuni o'qib chiqing. Birinchi bo'lim bilan ikkinchi mavzuni o'qib chiqing. Balki ertaga savol-javob qilarmiz ovozli chat bilan. Ertaga tayyor turing. Ertaga tayyor turing, balki ertaga savol-javob qilarmiz. O'qing, qayta o'qing, 3 marta o'qing, 4 marta o'qing. Har kuni shug'ullangan odam albatta bir kuni maqsadiga erishadi, sertifikat olasiz. Agar o'qimasangiz, shunchaki onlayn darsga kirdingiz, onlayn darsga qatnashyapsiz, yo'q, kitob o'qimasangiz foydasi yo'q. Men sizga tahlil qilib beryapman, qanday o'qishni. Kitobingiz qo'lingizda bo'lsin, qo'lingizda marker bo'lsin, chizing, o'rganing. U ikkita, uchta naparnik bo'lib, albatta bir-biridan savol-javob qiling. Va Xudo xolasa, qalbdan qabul qilmasangiz, fan sizga xizmat qilmaydi. Fan sizga xizmat qilish uchun fanga mehringizni, fanga boringizni berishingiz kerak bo'ladi. 50 ta shogirdimga men plus olib beraman deb maqsad qiling. Men 300 ta maqsad qilganman. 300 ta. Siz 50 tani maqsad qiling hozir. O'zim olaman,
o'zim olganimdan keyin albatta 50 ta o'quvchiga olib beraman degan maqsadni qo'ysangiz, siz juda ham kuchli ustoz bo'lasiz. Kuchli ustoz bo'lasiz. May oyida sertifikatga kiraman deb reja qiling. May oyida kirasiz sertifikatga. Maydan boshqa imkoniyatingiz yo'q. Agar mayga kirmasangiz, keyingi yil dekabrga qolib ketasiz. Yilida 2 marta bo'ladi. Attestatsiya imtihonlariga kiring. Attestatsiya bo'yicha alohida yana darslar sekin-sekin kuchaytirib boramiz. Yana bitta topshiriq, yangi kitobni o'qiymiz. Xo'p. Mana yangi darslik. Sizlarga adashmasam ko'rinyapti chog'i, yo eski darslik ko'rinyapti. Ha, yangi darslik chiqibdi, qaranglar. Xo'p. Mana Misr mavzusini oching. Yangi kitob oldingizda bo'lsin. Ikkalasi ham oldingizda bo'lsin. Birinchi eskini o'qib chiqing. Yangini tez o'qib chiqa olasiz. Ma'no deyar bir xil. Qiynalmaysiz. Faqat rasmlar ko'p. Eski kitob yangi uchun baza hisoblanadi. Mana Misr hunarmandlarining 30 dan ziyod kasbkori aytdik bor. Oddiy misrlikning uyi papirus poyasidan qilingan. Zadagonlarning uylari oftobda quritilgan xomg'ishdan qurilgan. Bormi? Mana yangida ham bor. Keymasozlar qamishdan qayiq yasagan. Mana bor. Charchamayapsizlarmi? Men charchaganim yo'q. Sizlar uyqularing kelib qolmadimi? Qarang, mana deyarli yangi kitobda o'tmaysizmi deyishyapti. Yangi kitobda o'tish shart emas. Eski kitobda o'qing, yangiga bir ko'z yugurtirib chiqing. Eskida yo'q ma'lumotlarni tagiga chizing, alohida o'qing. Men buni bu dars so'rayman. Tarqoq manzilgohlar, nomlar, nomar bormi? Bor. Milliy sertifikatga ham shunaqa savollar tushadi. Milliy sertifikat testlarini sizlarga tashlab beraman. Yana bitta narsa qarang. Mana 3-ming yillik yuqori Misr, quyi Misr. Memphis, Firavn bormi? Bor. Eskini o'qisangiz bo'ldi, yangini bir ko'rib chiqasiz. Nubiya bilan chegaradosh. Mana Shimoliy Sudanni bu yerda berib qo'yibdi. Ko'rdinglarmi? Shimoliy Sudan. Shimoliy Sudan. Bor, hammasi bor. Giksoslar ham bor, bostirib kelgan. Quyi Misrni bosib olgan. Mana sizga yangi kitob. Quyi Misrni bosib olgan giksoslar, boya aytdim. 18-asr oxirida bir xil. O'rta podshohlik Janubiy Falastin, Nubiyan shimolini bosib olgan. Faqat Fiva shahri giksoslarga itoat qilmagan. Bu ham bor edi. Nima yo'q? Hammasi bor. Eski kitobda bor narsa, men o'zim aytaman. Qaysi kitoblar keskin farq qiladi? Biz 7-sinfga o'tganimizdan keyin albatta buni yana ham men o'ylab ko'rib, yangi kitobda asos qilib olarmiz. Lekin 6-sinfda asos eskisi. Totmos 2 bor, Totmos 3 bor, Ker 2 bor. Mana qadimgi Misr dini Ptah, Apis, hamma xudolar bor. Demak, biz kamida bir haftaning ichida bu kitobni tugatib chiqishimiz kerak. Men ertaga testlarni tashlayman, o'tilgan mavzular yuzasidan albatta testlarni ishlaysizlar. Nima savol bor? Maqsadni qo'ying, may oyigacha olaman deb ayting. May oyigacha 2 marta. Nimaga ustoz 2 ta kitob yangi eski qilib chiqarilgan? Yo'q, 2017-yilda eskisi chiqqan. Darsliklar har 4 yilda yangilanadi. Yangi bir g'oyalar qo'shiladi, yangi faktlar qo'shiladi. Shuning uchun 4 yil, 5 yil ichida darsliklar yangilanganligi uchun shunaqa o'zgarishlar bor. Bugun dars foydali bo'ldimi? Bugun dars manfaatli bo'ldimi? Ustoz 6-sinf darsligiga qisqa qilib berilgan-ku ustoz. Nima qilay? Qisqa qilib berilgani siz uchun yaxshi-ki. Gulmurodov, pullik guruhni qachon bugun ro'yxatlantiraman? Agar siz telefon qilib menga telefon qilib so'rasangiz, karta raqamini sizga beraman, tashlaysiz va pullik guruhga sizni qo'shaman. Kimda kim pullik guruhga bugun qo'shilmoqchi bo'lsa, hozir to'lov qilsangizlar bo'ladi, telefon qilib, telefon ishlaydi. Dars tugagandan keyin telefon qilishlaringiz mumkin bo'ladi. 2 mahallik darslarimiz 130 mingdan bo'ladi. Albatta uni mehnati bor.
ertalab, kechqurun, balki talabga qarab yana ham ko'paysak 3 mahal ham qilishimiz mumkin. Menda energiya ko'p, menda kuch bor, faqat siz mani talabimga bajara olsangiz, mani talabimga dosh bera olsangiz bo'ldi. Faqat o'qish, o'qish, o'qish. Savol javoblar qattiq bo'ladi bundan keyin. Alohida ism familiya bilan murojaat qilamiz. Chunki pulli gruppalarda talab qatnashyapsizmi, bu manfaatli bo'lishi kerak va ism familiyalarni qilib anaqa qilamiz. Albatta, e'tiborlaring uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar dars bomba bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa keyingi darslar 2 marta bomba bo'ladi. Faqatgina bizni obunachilarimizni ko'paytirishimiz kerak. Agar 300 ertagacha 300 ta bo'lsa, xudo xolasa yana bitta 300 dan oshsa, yana bitta bomba dars albatta bo'ladi tekin gruppaga. Xo'p, agar kimda kim to'lov qilaman deb qilaman desangizlar, bemalol menga telefon qilasiz, men karta raqamini aytaman, tashlaysiz. E'tiborlaring uchun rahmat, sog' bo'linglar. Bugungi darsni videosini kanalga tashlayman. Eshitmay qolganlar bemalol eshitib o'rganishlaringiz mumkin. Yana bitta iltimos sizlardan, birovlarga yordam bering. Kimdir mana shunaqangi onlayn darsga muhtoj, kimdir offlayn darsga bora olmaydi. Tanishlaringiz bo'lsa, gruppanini bering. Kirsin, ular ham qatnashsin, o'rgansin. Qancha ko'p bo'lsak, katta jamoa bo'lsak, biz albatta katta marralarga erishamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.